Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana stashkamizning oxiri ham tugadi. Uyiga pravilada chiqsin deb nima qilyapti? Lekin buning tagidan salfan tashlanganligi uchun pravilada sal-pal o'ynadi. Bu qalta narvini quyib yuborish kerak. Laminat qilaman deyapti. Laminatga bu qalta narvini quyilish kerak. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana stashkamizning oxiri ham tugadi. Uyiga pravilada chiqsin deb nima qilyapti? Lekin buning tagidan salfan tashlanganligi uchun pravilada sal-pal o'ynadi. Bu qalta narvini quyib yuborish kerak. Laminat qilaman deyapti. Laminatga bu qalta narvini quyilish kerak.